Hurmatli mijozlar, navbatdagi ustanovkamiz Farg'ona shahar savxoz hududiga bo'lyapti. Bu xonadonimizga biz polniy sistemasini, yumshatish sistemasini qo'yib beryapmiz va alohida ichimli suv ham qo'yib beramiz. Именно Barrier kompaniyasiga mansub bo'lgan umixcheniyamiz va Aquabir turetskiy filtrimizni qo'yib beramiz. Kimga videomiz qiziq bo'lsa, narxini oxirida ko'rishingiz mumkin. Hurmatli mijozlar, ustanovkamiz yakuniga yetdi. Ichimli suv uchun bo'lgan filtrimiz 7 bosqichli Turkiyada ishlab chiqarilgan, juda ham suv chiqarishi a'lo darajada. Bu filtrimizni yana bir yaxshi jihatini qilib berdikki, alohida kran qilib berdik. Kullerlarga ham suv to'ldirib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Endi eng qiziq tarafi narxi, bu filtrimiz 2.600.000 so'mga sizga o'rnatib, garantiyasi bilan qilib beramiz. Ustanovkamiz yakuniga yetdi. Butun uyda suvini yumshoq suv qilib beradigan uskunamiz shu bo'ladi. Bu uskunamiz 3 ta stadiyada suvni filtrlaydi. Birinchi stadiyada suvda paxtali filtr bo'ladi, zayn tosh qumlarda ushlab beradi. Bundan o'tgan suv полностью yumshatiladi. Yumshoq suvimiz 3-chi ko'mirli ochistkaga o'tadi. Bu ko'mir suvda rangini, hidini toza qilib beradi. Kimga shunaqa ustanovkalar zarur bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.